Hech e'tibor berib, oldingi davrning videolariga nazar solib ko'rdingizmi? Videodagi odamlar hammasini yuzlari tortilgan, semiz emas, pishni emas, badanlarida yog'i kam, deyarli 90% odamlar ozg'in. Hozir nabarot bo'lib qolgan. Deyarli 90% odamlar semirib qolgan, ortiqcha lishniy yog'i bor. Mana shu ortiqcha vazn natijasida doim ular umurtqa pog'onalari nagruzkada turadi. Shuning uchun deyarli bu 90% ni ichidan yana 70-80% odamda bel, tizi og'riqlari, bo'g'in og'riqlari ularni qiynaydigan bo'lib qoldi. Xulosa, hozirgi zamonda nima uchun bu odamlarda lishniy vez ko'payib ketgan sababi juda ko'p yeguliklar ximikat bo'lib ketdi. Ximikat, qo'shimcha yog'lar, trans yog'lar, turli-tuman kimyoviy preparatlar ko'p ishlatiladi. Hattoki nonlar ham shishirilgan yoki sabzavot deysizmi, mol go'shti, qo'y go'shti, tovuq go'shti hammasi ukollar bilan yetishtirilgan. Shuning natijasida odamlarning yuziga qarasangiz, hozir yuzlarida shish paydo bo'lgan. Oldingi davrda hech odamlarda bunaqa adutlovatsiya litsa bo'lmagan. Hozir o'zingiz ertalab turib oynaga qaragan paytingizda kechagi kechqurundan ko'ra o'zidan o'zi shishib uyg'onganingizni sezasiz. Mana shu kun davomida yegan mahsulotlari zararli ta'sir natijasida yuzaga keladi. Umuman butun tanadagi ortiqcha vazn grija, churra hosil bo'lishiga omil bo'ladi. Demak, oxirgi paytlarda insonlarga sharoit juda ham cho'tka bo'lib ketdi. Liftlar deysizmi, avtobuslar deysizmi, metro yoki qulayliklar har qanday sharoitlar, odamlardan mashinalar ko'paydi, baribir nisbatan oldingi odamlarga qaraganda uzoqqa yurishlar deyarli kamayib ketdi. Hech kim hozir bir qadamga ham do'konga chiqsa ham odamlar mashinada yoki nimagadir minib borgisi keladi. 10 kilometr, 15 kilometr oldingi zamonlarda har qo'lida 20 kilolik yuklar bilan bozorga borib keladigan vaziyatlar yo'q, chunki jamoat transportlari ham ko'payib ketgan. Bunda olib o'zingiz bir jiddiy o'ylanib qarasangiz, aniqlab sirazi tushunasiz, oldingi zamonga qaraganda hozir insoniyatda qulayliklar juda ham ko'payib ketganligi uchun baribir bu bizning salomatligimizga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Salomat bo'ling. Eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarida joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Klinik qo'llanmalar, tadqiqotlarga asoslangan holda ma'lumotlar to'planmasi bor ichida. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlar yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, skachat qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'k yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, skachat qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.